Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2025 yılı 9 fevral yekşənbə. Hər yekşənbə günü ətdigəndə bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilvatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizdən mavzularına köz yürütüb ötəyli. Şərq Türkistan'daki qattiq təqib görünüşləri haqiqiy vəziyyətini paş qılmaqda. Xitay sayahat kontrolü arqılıq obraz tikləşki urunmaqda mavzuluq dokulat elan qılındı. Hər qaysı dövlətlərdə qulcu qırğınçılığını xatırlaş namayişi ötküzüldü. Saadet Partisi rəisi Türkiye Uyğur məsələsində xalqara cəmiyyətini qozğıtışı kerak. Amerika, Xitay və Hong Kong'dan kiladigan poçtu yollanmalarını çəkledi. Tayland baş ministerinin Xitay ziyarəti 48 Uyğur haqqındakı əndişini küçəytdi. Demək, bu həftədəki xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Ondaqda birinci xəbərdən başlayıb görüb ötəyli. Şərq Türkistandakı qattiq təqib görünüşləri haqiqiy vəziyyətini paş qılmaqda. Qadirli görürmənlərimiz əlbəttə bizlər üçün qadiyetilik emas bu əlbəttə. Bu təcavüzçülərin ki, vətənimizdə gün sürü həddini aşqan şəkildə xilma-xil xalqımızını hər tərəfdən boğuş, ərkirlikini hər tərəfdən tarmarıq qılış üçün yıllardan buyan qılıvatqan cinayətləri bütün dünyanın ki, nurgun axbarat vasıtında, nurgun dokulatlarda davamlıq elan qılınıb kilvatqan məsələ və şunki valla Xitay özünün cinayətlərinə hər qanca yüşürüb, xalqarağı özünü çiraylıq görsüş üçün hər xil şəkildə tətür təşviqatını qılıvatqan bolsunmu, Xitayның özünün içidəki ictimai fikir vasitələrdə anca-munca çıxıvatqan, Xitayның cinayətlərini isbatlab berdiğən görünüşlər, sınlar, yoki avazlıq, fikirlər degəndək məsələlər Xitayның ki, məşu. Biz nurgun xalqını işqə orunlaşdırdık, anda qılıvatdıq, manda qılıvatdıq, xalq ammısı bəxt yaşamaqda deb naiti köp təşviq qıldıq Xitayamda. Bu yalğançılığını mı pat-pat mənə şundaq Xitayның özünün ictimai fikir vasitələrdə elan qılınğan bəzi qısqa sınlar bu cinayətlərin ki, elə həm qattiq təqibinin ki, Uyğurlarını başqa özünün ki, Xitaylardan Uyğur və başqa Şərq Türkistandakı hər qandaq bir o Şərq Türkistanın ilgilərini qandaq çətik qıyıqıvatqanlığını düşəndürüb berdiğən uçuq görünüşlər, sözlər bu əlbəttə. Şu həftə, yəni şu Xitayның ictimai fikir vasitələri tarqalğan bir sınlıq bir görünüşdə o yerdə şu məzkur sında nurğunluğan Uyğurlar örümcəyə çıxıb işqi orunlaşda nurğun qiyinçilıq duç gəlgənlikini bir sınni tarqatqan şu Uyğur xanım məşədə xizmətçi qəbul qilish elanıga asasən şu elanğa asasən adam işlətküçü orunğa tizimlat qılıb barğan bolsun bu jarayanda sizin kimlikin ötmedi, kimlikdə məsələ var degəndək bahanlarını göstərib özü turuşluq məhəllə saqçıxanası və əhvalını degəndən ki o yerdəki saqçıxana xadimləri kimlikdə çıxanda məsələ yox, əgər kimlikinizdə məsələ olğan bolsa biz sizni məhəllədən sırtıq çıxarmağan buladıq deyə yoluq sağanlığı. Saqçıxana xadimlərinin sözü bu adam işlətküçü orunğa yetkizilgən vaxtıda bolsa yəni oxşaşla saqçıxana heç qandaq cinayət xatirəsi yox ikənliyi haqqında bundaq sizə isbat çıxarıb bəsin deyə yəni yoluq sağanlığı. Saqçıxana qayıtıb barğanda biz qıb bəməyimiz onu deyə 5 saqçılarının ki adam işlətküçü orun sizə bir parça xət qıb bərsin, andın sizə biz cinayət xatirəsi yox deyə xət qıb berimiz deyə bu şəkildə adam işlətküçü orun bilən saqçıxana otursa da bəlkə bu ürümçiga kelib xizmət izləyən ayol oylab baxaylı. Belki yurtta nədən meyli vətənimizin cənubi tərəfdən buluş mümkün, yoki şimaldan buluş mümkün. Nədən bolsun, mənim şundaq ikisinin otursa yügətib onu, şundaq axmaq qılıb oynaydı. Bu yerdəki sözlərinin həmməsi Uyğurların qandaq çətik qıyqılıvatqanlığı, qaysı şəkildə bizim fikiravatqanlığı uçuq görsüb berdiğən məsələmdir. Yəni bu təcavüzçülər, bu namussuzlar nurgun görünüşlər özünün kemiş Xitaylarını Şərq Türkistan'a çağırıb keliş üçün müşahidə ki nurgun qızıqdırışlar bilən yıllardan buyan şu xilma-xil görünüşlərini həm də Xitayның nəminədən eqib gələn
Akkun Xitaylarning bizning vatanning shu munbat tuproqlarida eng esil sharoit, eng esil ta'minotlar bilan Uyg'urlarning qo'lidan tortib olingan shu go'zal ziminlarni minglab bu shaklda berayotganligini ko'ryapmiz. Va hali ham chaqiryotdi. Bu ziminning egalari bo'lsa bechoralar o'zining vatanining ichida Xitoyning shaharlariga berib oqqon bo'lib xizmat izlab bag'in yo'q. Majburiy emgak deb Xitoy apag'indan boshqa bizning xalq u yerga chiqib u yerda cho'gilab shuguni yo'q. U yerda yurolmaydi hamda. Bir mehmonxonaga kirgizmaydiganligini bilamiz. Ama o'zining vatanining ichida, o'zining vatanining markaziy shahri bo'lgan Urumchiga borsa, shu yerda yana qanday chetga qilayotganligini Xitoyning bu bütün təşviqatlardakı nurg'un odam kuchi boylik idorasi degandek nurg'un xizmatga o'rlashtirdik. U bu deb biz mandaq kambag'allikdan, namratlikdan qutuldirib degandek bütün safsatlarning hammasining amaliyotda yolg'ondan iborat ekanligini. Bu faqat bir misol, boshqa yana nurg'un ijtimoiy fikr vositida ko'rinishlar bor. Uyg'urlarning qandaq hatto nurg'un yomon yo'llarga yoshlarimizning xizmat topolmaganlik sababidan har yerda chatga qilib nurg'un yomon ishlarga kirib ketayotgan yoshlarimizning ahvolini ichinishliq bir shaklda ko'rib turyapmiz muhojiratdagi xalqimiz. Demak, bu jinoyat o'xshash davom qilyapti, qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, Xitoy sayohat kontroli orqali obraz tiklashga urinmoqda. Mavzuliq bir dokument e'lon qilindi. Xitoyninki o'sha yillardan buyon bo'lib o'sha besim kuchaygandan tortib Xitoy o'sha puti ko'ygan to'qidak nurg'un yolg'on sahnalarni, yolg'on oldin o'rlashtirilgan yerlarni o'rlashtirib, nurg'un o'mak tashkillab shu planli holatda Xitoy o'zininki obrazini, o'zininki qilayotgan jinoyatlarni yo'shirish uchun bütün rezillikni, bütün pastkashlikni qilayotganligini bilamiz. Hamda bu yerda hozir yaqinqi shu bir yilma bo'lmadi desak bo'ldi. Ham ancha-muncha shu lager siyosati qattiq bostirishdan keyin hozir ancha-muncha Uyg'urlarning sirtqa chiqayotganligi ma'lum shu Xitoy bekitgan rozi bo'lgan kishilarni ham chet eldimmi nurg'un qiziqtirishlar bilan kirayotganligini biz ijtimoiy fikr vositida ko'ryapmiz. Xalqimiz albatta bunga xilma-xil shaklda javob beryapti, ko'z qarashlarda bo'lyapti. Bu qatim bu yerda İnsan Haklarını Kuzatish Tashkiloti 3 fevral yangi bir dokument e'lon qilib, shu Xitoyningki chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoki Sharq Turkistondagi oilasini yo'qlamoqchi bo'lgan Uyg'urlarga qattiq cheklama qo'yganligi, chet eldagi Uyg'ur jamoatini kontrol qilish orqali Sharq Turkistonda hamma ish normal degan obrazni barpo qilishni planlayotganligini, buningga urinayotganligini bildirgan bir dokument e'lon qildi. Qarab boqaylik, shu chet eldan vatanga qaytgan bütün shu ko'rinishlar biz g'uvolashtiryapmiz albatta. Bu yerda butunlay Xitoyninki odamlari, Xitoyning mahalla boshqaruvchilari, u deganda soqchilar atrofida buning maxsus chiqib o'qish bunda alohida kutib olib, Xitoyni maqtat qozib va bütün aşağıda turgan jarayonida nurg'un ijtimoiy fikr vositalarida bir narsani e'lon qilg'izishi. Buni hammasini his qila olamiz Xitoyning qanday plan bilan o'ynayotganligini. Yani bütün dünyada Uyg'urlar ailesi bilan aloqalashmayapti. Bir telefon bilan ko'rishmagani 7-8 yil bo'ldi degan nidalar ko'plab bo'layotgan vaqtida Xitoy mandaq o'ynayapti hozir ham. Bu New Yorkda joylashgan inson huquqlarini kuzatish tashkiloti Xitoyning bu tadbirlarining Uyg'urlarning erkin harakat qilish huquqini dafsanda qilganligini alohida ta'kidlagan. Amerika ovozida berildi bu xabar. İnsan Haklarını Kuzatish Tashkilotining Xitoy masalasi tadqiqotchisi Yolqin Ulug'yo'l garchi Uyg'urlarga pasport elish va oilasi bilan qisqa muddat jam bo'lishga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, biroq bu vaziyat 2016-yildan boshlab Uyg'urlarning pasportini keng ko'lamda musodara qilganga qadar qisqa muddat davom qildi. Xitoy yanada Uyg'urlarning chet elga chiqish huquqini dafsanda qilmoqda. Ularning chet elga chiqqandan keyingi so'z harakatlariga qattiq cheklama qo'ydi. Shuning bilan birga chet el bilan aloqasi bo'lganligi uchun jazolamoqda degan shaklda ifoda bildirgan dokumentda Uyg'urlar Xitoyning aloqador doiralarini safar maqsadi yoki chet eldagi oila a'zolarining shaxsiy uchurlari qatorliq tafsiliy ma'lumotlar bilan ta'minlashi kerakligi, chet elga chiqishga ruxsat qilinuvchilar siyosiy faoliyatlarga qatnashishdan saqlanishi va belgilangan vaqtda Xitoyga qaytib kelishi kerak bo'lib, bu vaqt odatda bir necha kundan bir necha oygacha bo'lganligi. O'ylab qo'ydi, buni hatto shu nurg'un boshqa tillardagi arabcha xabarlarga chiqib ketdi. Nurg'un shohidlar bilan 20 dan ko'p shohid bilan
ötküzülgen söhbət xatirəsimiş. Səfərə çıxışdan burun və çıxqandakı chet eldə hətta ki mən Uyğur aşxanası Uyğurlar bayağımı baranmadım şu chet eldə ruxsat qılınıb çıxqanlarniki. Vətəndən içində özünü oruq tuqqanlardan mühim yerlərdikilərdən kepil qılıb durub, əgər dəl vaxtında qayıtıb gəlməsə onların cəzalandığanlığını qattiq ta'kidlaganligi degəndən ibarət nurg'un guvohchilarniki bütün so'zlari xotirlangan shaklda tafsiliy xabarlar e'lon qilindi bu vaqtda mushu dokulat bilan birga. Demek ki bu insan haklarının köz teşkilatının dokulatı yana ismini aşkarlaşını xalamagan bazı Uygurlar Xitayning ularga o'xshash bir vaqt ichida har bir oiladan faqat bir odamning chiqishqi bo'lganligini aytganligini, kepil talab qilganligini bildirgan. Bir oiladagi faqat chunki bütün oilasini oyada qoldirib qo'yib turib, ular orqali tahdid qilishda sen bizning dinimizni qilmasang, bizning yo'limizni, bizning siziqimizdan chiqsanglar, mayadagi oilang, ota-ona bularning ishi ko'rdigan kuni var degan shaklda. Bilimiz o bunu sizlarga. Demek bütün bu rezil siyasetler, bu numussuz bastırışlar bu şekilde devam kılıvatıdır. Hatta ki bu chet eldeki Uygurlar Şarkı Türkistan'daki alakadar orullarının tasdiqini eliş üçün qattiq tekshirish bosqichlaridan o'tishi kerakligi chet el fuqarosi bo'lganlarning ular Sharq Turkistonga kirgandan keyin qayta so'roq qilinganligi. Bu sababli ular tuqqanlarining uyda tura olmay faqat mehmonxonada turishga majbur bo'lganligi mushu nurg'un ijtimoiy uchurlarga chiqib ketdi. Xalqimiz qattiq aybladi bularni. Bugun shunda bir vaziyatda mushu Sharq Turkiston davasini Xitoydan bostirib degan mushu so'zlar eng kun tartib turayotgan mezgilda mushu Xitoyninki yolg'on tashviqotini rostga aylantirib berishga xizmat qilayotgan Uyg'urlar deb bular qattiq xalqimiz tarafidan ayblandi. Hali ham ayblanyapti. Bu şekilde mesela Uyghur Adliye Arxiv Ambirimi nayeti 8 devletdeki 20'den artıq Uyg'urni iz qo'g'lab bir yildan buyon sınığa ağam şu Şarkı Türkistan'a kirishning vaqtliq bo'shatilishidagi maqsadlar nomli cho'ng hajmlik hujjatli filmlarni e'lon qilishga boshladi. Balkim ko'rgansizlar. U yerda ovozlarini, chiroylarini yeb qo'yib turib, ovozlarini o'zgartib degandek kirganlarning bu Xitoyning qandaq besimiga uchraganligini, nurg'unlarning qattiq pushaymon qilganligini degandek nurg'un masalalarni ichib turdi asli. Xitoyning qandaq o'yin o'ynayotganligi bu masalada. Bu numussizlar har qancha yepish uchun, har qancha naiti hamma ishning gullik gulistonlik, hamma ishlar joyida ekanligini his qildirish uchun hatto Uyg'ur xalqining shu suratlari, gaplar orqali dunyoga taqitib buni hamma yerda bu o'ziniki pastkash bütün dünyada haqoratlanayotgan, ayıplanayotgan bu obrazi tökülgen bir vaziyatda bizning millatimiz orqali o'ngshayman deb tirishishlarning oxirida qandaq nimalarning bor ekanligini bu nasla isbotlab turibdi, qadrli ko'rganlarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, har qaysi davlatlarda qo'lji qirg'inchiligini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Qadrli ko'rganlarimiz, albatta 5 fevral bütün dünyadaki Uyghur xalqimiz xuddi har yilqidek vatanimiz shu 97-yili 5 fevralda bu tajovuzchilarning qo'lida ijro qilgan dahshatli bostirishi munosabati bilan har yilqidek bu yilmi xalqimiz dunyoning har qaysi joylarida xilma-xil faoliyatlar, namoyishlar o'tkazib bu qirg'inchilikni shu bo'lgan bu qirg'inchilikni qat'iy unutmaganligini Uyghur xalqining hali ham tik turayotganligini, buning intiqomini cho'qim olganligini bildirdi bu yilmi. İstanbul'daki namoyishga kelsak, Xitoy konsulxonasi oldida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining tashkillashida namoyish o'tkazildi 5 fevral. Bu yerda oldi bilan Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon apandim bayonot o'qib o'tdi. 97-yildagi qo'lji qirg'inchiligining oldikayindagi masalalar va shu hozirgacha faqatlam qo'lji qirg'inchiligi emas, vatanimizda Xitoyning dahshatlik bostirish bilan elib berayotgan nurg'un jinoyatlarni tilga olib, buning faqat qo'lji qirg'inchiligining faqat bir misoli bo'la oladiganligi, hali ham bu jinoyatning irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bildirib o'tdi va hozir kun tartibida dunyo kun tartibida turayotgan 48 Tailanddagi
48 Uyg'ur qarindoshlarimizniki sog' salomat holatda Turkiyaga qaytarilib kelishi haqida Turkiya hukumatiga ham chaqiriq qildi bu yerda. Bu cho'qim islom dunyosi va turk dunyosiningki mas'uliyat ekanligi, Xitoyning butun yolg'on tashviqotlarga bu dunyodagi musulmon va Türk xalqining ishonmaslik kerakligini bildirib o'tdi. Arqadan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi va G'ulji qirg'inchiligining shohidlaridan guvohchisidan birisi bo'lgan Qosimjon Damullam bu yerda so'z qilib, shu vaqtdagi ahvolni, shu yoshlarimizniki 28 yil ilgariki bu qirg'inchilikdan paydo bo'lish oldikendiki yoshlarımızın jangovorligi, ularning ruhi, qanday holatda shunday bir maydonga chiqqanligini so'zlab o'ta qisqa bir shaklda. Keyin namoyish Umar Qarajimniki, Ulamolar birliginiki muavin raisi Umar Qarajimning duosi bilan shehidlarning ruhiga atab shundaqla xalqimizning ishg'oliyatdan qutulishi uchun qilgan duosi bilan oxirlashdi. Va shu kuni ham Shvetsiyadami namoyish o'tkazildi. Mesela Uyg'urlar Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan Sharq Turkiston tantarbiya va kultur jamiyatining boshchiligida 2 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligi bu yerda 2 fevral o'tkazilgan. Yana 2 fevral Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan G'ulji qirg'inchiligining Tokyoda mana Tokyoning eng avat rayoni bo'lgan Shinjuku rayonida Uyg'urlar bilan Uyg'urlarni qo'llovchi yaponlarning qatnashishi bilan namoyish o'tkazildi. Gollandiyada bo'lsa 5 fevral yana o'xshash 5 fevral kunida Gollandiyadagi xalqimiz Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi va Yasha Uyg'ur tashkilotining hamkorligida namoyish o'tkazgan. Qirg'izistondami yana Qirg'izistondagi xalqimiz u yerda biroz erkin namoyish qilish masalasi bo'lmagan ekan, har yilgidek u shehidlarimizning ro'yiga atab duo qilish bilan o'tkazgan Qirg'izistondagi xalqimiz. Va boshqa albatta dunyoning orqasi joylarida yana boshqa davlatlardami o'tkazildi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Saadat Partiyasi raisi Turkiya Uyg'ur masalasida xalqaro jamiyatni qo'zg'atishi kerak. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Turkiyadami pat-pat degudek parlamentdagi har xil partiyalarningki reisleri yoki shu partiyaninki parlament a'zolari Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirib turyapti. Bu qatim Saadat Partiyasining raisi Mahmud Arikan 2 fevral Turkiya parlamentida so'z qilib, Sharq Turkiston masalasining xalqaroliq muhim masala ekanligini, Turkiyaning Uyg'urlar masalasida xalqaro jamiyatni qo'zg'atishi kerakligini tilga olib o'tdi bu yerda. Mahmud Arikan so'zda oldi bilan Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan buyon 35 million Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilganligini parlament a'zolariga eslatib o'tdi. Arqadan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin degan yakunni o'tirib qo'yganligini bir turkum Michel Bacheletning vazifadan ayrilishdan burun qilgan so'zga bo'ldi. Mushuni dunyo hozirgacha ta'kidlayotdi, ammo buni taqozo qiladigan amaliy harakat hozirgacha ijro qilingan yo'q. Bu ayıplanib kelyapti hozirgacha. Mushuni bo'lsa-mu, mushuni tutgan asosda Xitoyga besim ishlatish masalasida. Bir turkum davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb tunuganligini ta'kidladi Mahmud Arikan. U so'zda yana Turkiya hukumati va o'qitish partiyalarini parlamentdagi 6 partiya guruhi birlikda harakat qilib, Sharq Turkiston masalasida birlashma bayonot e'lon qilishga chaqirdi. U so'zning oxirida Sharq Turkistondagi bostirishga qarshi turishning tanlash emas, balki majburiyat ekanligini ta'kidlab, Turkiya hukumatidan Sharq Turkiston masalasiga qarata sukut qilmaslik, jasorat bilan ovoz chiqarib, xalqaro jamoatchilikni harakatga keltirishga, kuch chiqarishga chaqirdi. Albatta, nihoyatda kuchli chaqiriq bo'ldi bu qatimqi bu chaqiriq. İnşallah xayrlik bununla icabat qildigan rasmiy bir amaliy qadamlarning etilishini umid qilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerika Xitoy va Hong Kongdan keladigan pochta yo'llanmalarini chekladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Trump qayta huquqni elib taxtga o'tirgandan keyin aqadan qarorlarni imzo qo'yib, Xitoy va boshqa davlatlarga savdo urushi boshlanib ketdi desak bo'ladi albatta. 1
fevralda imza qo'ygandi. Shu imza qo'ygan qo'shimcha boj qo'yilgan davlatlarning ichida Xitoymi ba'damlar ma'lum bo'ldi. O'tgan haftadagi xabarimizmi ba'di qancha % qolganligini. Demak, bu qatim shu Xitoy va Hong Kongdan Amerikaga yo'llanadigan pochta yo'llanmalarining kirishini keyingi qatimliq uqtirish e'lon qilingan qadar to'xtatilganligini bildirgan. Yani Amerika pochta mulozimati organi bu şekilde e'lon qildi. Wall ko'chasi jurnalida berildi bu xabar. Bu qaror asosliqi Xitoy savdogarlari va tor savdo shirkatlarining pochta yo'llanmalari orqali mal avatish usuliga qaratilgan. Amerika pochta mulozimati organining ta'kidlashicha, bu cheklama oddiy xat chek yetkazish mulozimatiga ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Xat chek bo'lsa masala yo'q. Ammo ashunday kichik qutilardagi biz shu masalan 1 fevral imza qo'yib 10%lik qo'shimcha Xitoyning har qanday meliga qo'shimcha boj qo'yilgan to'g'ri. Buningda lekin o'tgan haftaki xabarda sunduq biz. Masalan bu Amerikada ta shu 1930-yillardan buyon davom qilib kelayotgan shu az miqdordagi narsalarga, ya'ni u narsa $800 to'van qimmatdagi narsa Amerika zamaniga boshqa bir davlatdan kirsa, uningdan boj kechirim qilinadigan bir nima ekan hamdi. Buningdan bu Xitoy, ya'ni besham Xitoylar, nomussiz Xitoylar bundaq ishlardan suiiste'mol qilib, mayli Xitoyning to'g'ri savdo qilayotgan nurg'un ismi tilga olg'im yo'q. Bu mahluqlar buningdan foydalanib, ya'ni boshqa Amerikadagi nurg'un shirkatlarni ig'ir ziyonga uchratganda hamda bojsiz kirgan ekan ham azon. Shuning bilan bu suiiste'moldan hatto shu Biden davrida ham bu masalani Xitoyninki jiddiy shaklda $800gacha bo'lgan narsani bajamaydigan bundan qattiq suiiste'mol qilayotganligi, foydalanayotganligini Biden hukumati mes qilib, buning qarta tadbir og'iltiribdi ekan. Maqtim, demak bu bunimi butunlay pochta yo'llanmalari. Xat chek emas, boshqa ushaq masalan shu $800gacha bo'lgan ashlarning hammasini butunlay to'xtatganligi, ikkinchi bir qaror chiqqicha deb to'xtatganligini e'lon qilgan. Trump nurg'un qatim degan bu Amerika xalqimi albatta bundan biroz ziyonga uchraymiz, buni tishlashimiz kerak. Buning oqibatda Amerikaga foydasi va degan shaklda bayonotlar var masalan shu. Chunki nurg'un narsalar albatta qimmat to'xtaydi Amerika iste'molchilariga bundan keyin shunday kirgizilmagan ekan. Xitoyninki Amerika ishlab chiqaruvchilar uchun, Amerikadagi nurg'un tijoratchilar, savdo ishlab chiqaruvchilar uchun ig'ir ziyonga uchratayotgan masala bu. Jiddiy shaklda foydalanayotgan. Demak, bu masalalarni oldi bu shaklda e'longandek turdi oldimizdagi kunlarda albatta buningki tafsilotini ham ko'ramiz albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Tailand bosh ministrining Xitoy ziyorati 48 Uyg'ur haqidagi andishini kuchaytirdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta shu bu masala Tailand masalasi o'tirg'a chiqqandan buyon o'z vaqtida shu xat ovozliq uchur chiqqandan keyin shu Tailand bosh ministrining yaqinda Xitoyga ziyorat qilganligi shu bosqichda shu o'tkazib berish masalasining maydonga kelib ketish ehtimoli cho'ng degandek andishalar shu vaqtdan boshlab o'tirib qo'yilgan. Va hozirgacha nurg'un yo'l mengishlar, nurg'un chaqiriqlar, nurg'un davlatlar chaqiriq qilyapti. Tailand doiralari voy biz qaytarmaymiz deyapti-da. Endi inshaalloh bu ishlar bo'lmas. Bu andisha ham davom qilyapti. Tailand bosh ministri Paetongtarn Shinawatiraning dunyoda bo'lgan muqimsizlik kuchaygan bir mezgilda Xitoyni ziyorat qilishi Tailandda tutib turilgan 48 Uyg'ur haqidagi andishini kuchaytirdi. Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Paetongtarn Shinawatira Tailand bosh ministri 5 fevral Xitoydagi 4 kunlik ziyoratini boshlagan. Ziyoratning asosiy mazmuni iqtisod va savdo munosabatlariga markazlashtirilgan bo'lib, u yana Xitoy raisi Shi Jinping bilan bu qatimqi shu ziyoratda ko'rishgan. Tahlilchilarning qarashicha Tailand bosh ministrining ziyorati yana Xitoydan kelgan sayohatchilarning Tailandga berish ishonchini oshirishni maqsad qilgan bo'lib, bu qatimqi ziyorat Xitoy sayohatchilar Tailanddagi sayohat xavfidan andisha qilayotgan mezgilga to'g'ri kelgan deb tahlil qilingan. Tadqiqotchilar Tailand bosh ministrining Xitoy soqchilarining Tailandda texmi erkin harakat qilishiga yo'l qo'yishi mumkinligini, buning ichida Tailand soqchilari bilan texmi rasmiy hamkorlik o'rnatish
ve Tayland'da Xitay saqchixonasi qurish qatorliqlar bor ekanligini bildirgan. Demek eğer bu şekilde bo'lib qolsa, haqiqatan echinishli ish bo'ldi Tayland uchun. Nayeti bir ig'ir xato qadam atgan bo'ldi albatta. Chunki bu atalmış Xitoy saqchi merkezleriniki başka devletlerde qandaq nomussizliklarni, qandaq yo'lsizlik, qandaq qonunsizliklarni qilganligini bütün dünya biladi. Nurg'un axborotga bularninki abdi bashirsi echilib ketdi qo'yamdi. Demek yani 4 kunlik burnining uchini ko'rib agarda bu xatolikqa yo'l qo'ysa, Tayland saqchisi bu yerda xohlaganini qildigan holat shakllansa, bu nomussizlarning nimalarni qildiganligini albatta hammamiz taxmin qila olamiz. Yaqinda albatta shu Uyg'urlar masalasi o'tirib chiqqan ekan. İnsan hakları teşkilatıdan başlap dünyadaki nurgun devletler Amerika'dan tatip Tayland'daki muş Nazarband astidagi 48 Uyg'urniki Xitoyga qaytarilmasligi uchinchi bir bexatar davlatga chiqishiga qo'yib berilishga ruxsat qilinishi haqida nurg'un chaqiriqlar albatta Uyg'ur tashkilotlari dunyoning har qaysi joylaridagi bu masalani kuchli shaklda hozirgacha o'tirg'a qo'yib kelayotganligini albatta hammamiz bilamiz. Agarda buning bilan birga mushuncha vala chaqiriq bilan birga yanalam shunday chaqiriqlar nidolar bo'lgan bo'lsa-mu, ham Uyg'ur tashkilotlari ham shu xalqaro organlar, tashkilotlarning hammasi va ba'zi tahlilchilar Uyg'ur masalasida Taylandning Xitoyning talabi ve besimiga bo'ysunish ehtimolligi ham bor degan shaklda buni o'tirib qo'yib kelyotdim. İnşallah ikinci bu ehtimollik yuz bermas deb buni umid qilamiz. Bu chaqiriqlar bekor ketmas deb umid qilamiz inshaalloh. Demek qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Allah subhanahu va taala bo'lib shu Taylanddagi Uyg'urlarimizni, bu qarindoshlarimizni bu zalimning, bu nomussiz tajovuzchilarning mushuncha vala Xitoyning jinoyatlari o'tirg'a qo'yilayotgan, bu jinoyatlarni bilmaydigan inson qolmagan bugungi bir davrda yana ularning changaliga tushib ketishdan saqlab qolsin deymiz. Ailesi bilan, bola chaqalari bilan jam bo'lishiga nasib bo'lishini umid qilamiz. Alloh umr bersa, atigi kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.